Dunyoga tahdid selayotgan Wuhan koronavirusi Xitoy irqiy qirg'inchiligi elib berayotgan Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni ilojisiz ahvolga tushirib qo'ydi. Karantinga qilingan G'ulji shahrida tarqalganligi faraz qilgan bir videoda bir Uyg'ur yosh och qoldim, ayolim va 3 bolam bilan uyda och qoldik, o'zimni o'ltirib olaymi deb xitob qildi. Urumchidan qolsalar Wuhan virusi bilan yuqumlanganlar soni eng ko'p bo'lgan G'ulji shahri karantinga ilingan bo'lib, Erkin Osiyo radiosining ziyoratlaridan ma'lum bo'lishicha, uydan chiqish cheklangan bo'lg'achqa Xitoy doiralari nurg'un uylarning darvozasini pechatlab o'tgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqi Turkistonda virusni bahona qilib Uyg'urlarning uylarini pechatlab, ularni ochliqqa mahkum qilganligini va ochliq yetishmaslikdan kelib chiqadigan oqibatning texmi vahimalik ekanligini ta'kidladi. Bulgariyada panohlik talablari rad qilingan va Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan 5 Uyg'ur haqida Yevropa tashkilotlari andishlarini o'ttirib qo'ydi. Yevropa kishilik huquq mahkamasi bu 5 Uyg'urni Xitoyga qaytarib bersa, Bulgariyaning Yevropa kishilik huquq ahdnomasiga xiloflik qilgan bo'lganligini ta'kidladi. Igilanishicha, bu 5 Uyg'ur Turkiyada bir mezgil turgandan keyin Bulgariyada panohlik tilagan. Lekin Bulgariya doiralari Xitoyda diniy va milliy sabablik zulmga uchirganligi haqida uchur yo'qligini bahona qilib, 2017-yil 12 oyda ularning iltimosini rad qilgan. Uyg'ur tashkilotlari bilan birga Yevropa parlamentining parlament a'zolari va xalqaro kechirim tashkiloti bu Uyg'urlarning talablarining rad qilinganligiga norozilik bildirdi. Ularning Xitoyga qaytarilsa qamilish va qiyin qissaga uchrash hatto o'lim xavfiga duch kelganligini ta'kidladi. Bu 5 Uyg'ur navbatda Bulgariya doiralarining qarorini kutmoqda. Xitoyda koronavirusning markazi bo'lgan Wuhan shahridagi ayollar turmasini o'z ichiga olgan 5 turmada 500 dan ortiq kishida koronavirusi bayqaldi. Shandong o'lkasining Jinan shahridagi bir turmada turma xodimlarini o'z ichiga olgan 207 kishida koronavirusi bayqaldi. Zhejiang o'lkasidagi bir turmada 34 kishida virus bayqaldi. Wuhan shaharlik ayollar turmasida ahvol eng og'ir bo'lib, 231 kishi virus bilan yuqumlangan. Şunun bilan birga Xitoy Sayya komitetining xabar qilishicha, koronavirusi bilan o'lganlar soni 2238 ga yetgan bo'lib, yuqumlanuvchilar soni 75 mingdan oshgan. Xitoyning Sichuan o'lkasining Chengdu shahrida bir er kishi doktorxonadan chiqqandan keyin yana qaytadan virus bilan yuqumlanganligi bayqaldi. Doirlar bu kishining qaytadan davolanganligini, boshqa rayonlarda ham o'xshash ahvolning ko'rilganligini bildirdi. Yana bir tarafdan muhojiratga Uyg'urlar Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'ur qamalgan, sahiya va tozliq sharoiti intayin nachar bo'lgan yig'ilish lagerlarida virus tarqalish xavfidan andish qilmoqda. Xitoyda o'tirg'i chiqqan koronavirusi bilan o'lgan va yuqumlanganlar soni davomli oshmoqda. Virus tahdidi G20 yig'inining kun tartibidan o'rin oldi. Yaponiya Markaziy bankisining boshlig'i Koroday Saudiya Arabistonda ochildigan 20 davlat guruhi moliya ministrlari yig'inida koronavirusning asosli yig'in temasi bo'lganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Eron Sayya ministrligi Eronda koronavirusi bilan yuqumlanganlar sonining 18 ga, o'lganlar sonining 5 ga yetganligini e'lon qildi. Livan Sayya ministrligi bo'lsa, Erondan kelgan bir yo'lchida yangi tipli koronavirusi bayqalganligini e'lon qildi. Amerika va Italiyada mo yuqumlanuvchilar soni oshdi. Amerikada 34 ga, Italiyada bo'lsa 14 ga yetdi. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatning rahbarlari ittifoqining kelgusidagi xomchot va chiqimlarini muzokara qilish uchun Bryusselda o'tkazilgan yig'inda kelishim hosil qila olmadi. Yevropa İttifaqı Komiteti raisi Charles Michel bilan Yevropa Kengashining raisi Ursula von der Leyen Bryusselda o'tkazilgan xomchot yig'inidan keyin axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Michel xomchot masalasida kelishim hosil qilish uchun texnik ko'p vaqt ehtiyoji borligini, xomchotning muzokara qilish qiyin bo'lgan bir tema ekanligini bildirdi va Yevropa Ittifoqining xomchoti haqida bir kelishim hosil qila olmadik dedi. Von der Leyen bo'lsa, uzun muzokara olib bordik. Muzokarani davomlashtiramiz. Kelishim hosil qilish uchun oldimizda uzun bir yo'l bor dedi. U raqamlik islohot, iqlim o'zgarish va Angliyaning Yevropa Ittifoqidan ayrilishi qatorliqlarga qarshi kuchli bir xomchotga ehtiyoj borligini ta'kidladi.